Merhaba arkadaşlar. Biz koygan videoyimiz ham 5 like'dan oshib ketibdi albatta. Endi va'dani bajaramiz. Video hozir ochdik. Obunachilar, bugun biz Be Flash for Brian Roth o'yinini o'ynaymiz. Bu o'yinni ham albatta kuchayaman. Obunachilar aytinglarchi, bitta yangi o'yinga kirib, boshidan kuchayaymi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana bu yoqda ham kuchayib yotibman. Hamma bilgandek, ko'rgandek, bilgandek degandek. Obunachilar, bu yerda anaqa keng turli eventlar bo'ladi. Eventlarda siz narsa olsangiz bo'ladi, xullas ko'p ishlar qilsangiz bo'ladi. Men sizlarga maslahatim, mana obunachilar ko'rayotganinglardek ancha 37 ta bo'ldik. O'zi 37 ta bo'ldik. 37 ta bo'lganimiz sharafiga men juda xursand bo'lyapman obunachilar. Har men aytgan shartlar bajarilgan kuninglargayoq video chiqadi. To'g'ri, albatta bugun 5 ta like kecha yig'ilgan bo'lishi mumkin. Bir kun o'tib ketishi mumkin maksimum. Lekin undan ko'p o'tmaydi obunachilar. Men sizlarga garantiya beraman. Bir kundan umuman ko'p bo'lmaydi, bir kundan. Bir kundan umuman ko'p bo'lmaydi. O'tda anaqa, masalan, o'tda muhim ish bo'lsa, 2 kun bo'lishi mumkin. Lekin ertasigayoq video chiqadigan. Hozir men sizlarga bu o'yinni qanday o'ynashni o'rgataman. Bu yerga kirasizlar, chertda bosib tursanglar o'zi zaryadka oladi. Qo'yolmaganlar yaxshi. Ko'proq tursanglar yaxshi degan. Bunaqa narsalar chiqadi. Blizzard, demak hozir menga Blizzard beradi. Mana buni shuning uchun chiziqdan chiqib ketmaydi menga o'xshab. Mana 294 o'zi bu o'ta kam beradi. Blizzard event ko'p narsalarni kuchli beradi. Obunachilar, aytinglar qaysi o'yinda o'ynaylik? Qaysi o'yinda o'ynaylik? Sizlar aytsanglar men o'ynayman. Men 750 dan o'tardim men. Bu safar prosta omadim kelmadi. Obunachilar, men 1.1 ga men aniq sotib olmoqchi edim. Yugurish yo'lagi. Ammo uga cho'ta yetmaymiz. Ko'rinib turibdi. Ancha yetmaymiz ekan. Hozir men sizlarga qanday odamlardan narsa undirishni o'rgataman. STC vaqti ber deb ustiga sakrashlar oldida. Bu sizlarga berishi mumkin, chunki ko'p hollarda berishadi. Sizlarga maslahatim, bitta narsa bo'ladi. Hassasi, demak, shu eng zo'r ekan. Hassasini vazasiga borish kerak. Iltimos, mana shuni ber deb oldiga turib olasizlar. Sakraverasizlar. Lekin insofsizlikka bermaydi. Afsuski, meni Roblox'im yo'q. Agar Roblox bo'lganda baytdagi eng kuchlisan
Ne? Ya'ni mana eng kuchlisi betdi. 6 ta berarkan. 7K olarkan bu sekundga. VRL'lar borga 7 ta bergan. Adashgan. 24 ta ekan. Agar bo'lganda sekin buni ne qilardik? Afsuski men balansimda umuman Roblox yo'q. Agar Roblox'im bo'lganda obunachilar balki o'g'irlardim ham. Chunki u o'ta kuchli bir ayar o'tagan 24 ta ko'rayotganlarda men hali T'ga chiqmaganman. Mendan kuchlilar ancha betdi. Obunachilar, iltimos kanalga like va obunani bosaveringlar, chunki biz 100 ta bo'lishimiz kerak. 100 ta bo'lsak yaxshi bo'ladi. Agar 100 ta bo'lishimiz shart obunachilar. Chunki men bu kanalda qanday umidlarda ochganimni bilmaysizlar. YouTuber bo'laman, albatta obunachilarim ko'p bo'ladi deb ochganman bu kanalda. Ammo obunachi kam yo'qdi. Keyingi video bu videoga 10 ta like qilsa, keyingi video o'sha kuniyoq chiqadi. Obunachilar, men sizlardan iltimos qilaman.